Hay nasib bo'lsa bu yerga zoopark ekan bu yer do'stlar. Bu yerga 2 kishiga bilet oldik. Hozir 2 kishiga 6 so'm bo'lar ekan-da. Xolos maydalab tanga-panga tashlab pullarimizni endi kiramiz ichkariga. Ketdik. Xullas, bu zoopark degan joylar juda katta ekan. Hamma narsa bor, aylanayapmiz. Suv ichasizmi, boshqa ichasizmi, xullas ko'p narsalar bor ekan. Kimga kirasan? Tomosha qiladigan joylar bor, mazza qilib. Qaysi yo'lga boramiz? To'g'ri boramizmi? Do'stlar, qarangizlar, kiyikning bu erkagi ekan. Umrimda birinchi ko'rishim. Faqat buni televizorda, kinolarda ko'rardik yo bu ko'rsatuvlarda. Nasib bo'lsa mana kiyikni живой o'zini ko'rdik. Kattaligini qarangizlar, bu shoxining kattaligini qarang. Kimning yili yo'lbars bo'lsa, yo'lbarsni tomosha qilsin. Mana haqiqiy живой yo'lbars. Ikkita yo'lbars ko'rdik hozir. Bu yerda bitta, narada bittasi joyidan turdi. Yo'lbars qaranglar, yo'lbarsni shunchaki kelib живой ko'rsang boshqacha-da. Chin chiroyli jonivorlar bu ham. Bittasi tepada balandda yotibdi. Do'stlar, qaranglar, biz nimani ko'rdik? Sher. Sherning o'zi ham sher dedi, o'ligi ham sher dedi. Buni qaranglar, sherlar yotishini. Bunisi mazza qilib. Bunu sana qaranglar deyapsiz. Sushi deyapti. Mana bu ayiqchani qaranglar, juda noyob va kam uchraydigan holatlar bu parklarda bor. Mashina zooparklarda buni qaranglar, chiroyligini. Bechoralar qamab qo'yibdi. Ana endi kenguruga keldik. Kenguru xaltachang qani xaltachang? Bolang ichkaridami, xaltadami? Mana bu kenguru. Oldingi oyog'i kalta bo'lar ekan, orqa oyog'i uzun bo'lar ekan haqiqatdan ham, lekin tirnoqlari bor ekan 2, 4, 5 ta. Bular nima yeydi ekan deyman. Unisi arazilib ketib qoldi u yoqda. Bu tomonida mana bunga o'xshagan narsalar bor ekan. Qo'zichoqlar bor ekan, qo'zichoqlar. Bu nima hayvon bo'lay? Kim bilsa kommentariyaga yozib qoldiringizlar nima hayvonligini. Ko'rganmizda televizorlarda mana o'zini живой ko'rdik. Bu nomini bilmadik lekin. Bular lekin biyda yeydi ekan, biyda tashab qo'yibdi. Ikki chekka setga tortilgan hamma taraflariga xullas ichlarida hayvonlar bor ekanda. Mana endi parandalarga keldik. Parandalarni qaranglar, parandalarni. Qanaqa parandalar bu yerda. Kaklik ham bor ekan, tovuq ham bor. Mana bu sasarka degishlar, xullas ko'p narsa bor ekan yana. Shag'al ekan. Bu tulki bu, shag'al emas. Tulki. Yo'q. Shag'al yozdi. Shag'almi? Yo'q, shag'almi? Shag'al ekan. Mana shag'al yozib qo'yibdi. Makoniz Hindiston, Turkiya, Yunon va Afrika qobiliyati jismoniy keyin bu yog'i. Xullas. Shag'al bu yerda nima bor ekan? Slosin degan hayvon bor ekan, uni yonida. Senga qilamiz. Slosinni qaranglar yotishini. Bu yerda 2 ta, mana bu yerda bitta 3 ta. 3 ta slosin bor ekan. Bu unduga sasarkalarni ko'plar ko'rgan, hamma joyda bor bularda. Gala qilib qolib qo'yibdi bu yerga. Bittasi tepadan kuzatyapti hammamizni.
Bu yerda bitta it yotibdi, kallasi sherni kallasida yotibdi. Bu. Bu yerda ham bitta it bor ekan. Mana bu yerda afsharka itlar bor ekan, afsharka itlar. Ikkita yotibdi. Parrandani qaranglar-da, parrandani. Buni shunday kelamiz, tuyaqush. Tuyaqushga kattaligini qaranglar, tuyaqushda. Yemini berib qo'yibdi, yeyapti tuyaqush. Xullas parrandayu hayvonlardan yo'q narsani o'zi yoqqan. Qarg'alar bu yerda mana bu buni qaranglar, boy yo'lini. Ko'zini qaranglar, ko'zini boy yo'lini. Ema degan tuyaqush ekan bunisi, Ema degan. Shturmurg Ema yozib qo'yibdi. Quyonni quloqni qishaytib qo'yibdi, birtasini sindirib. Suv ichyapti. Ana endi eng qo'rqinchli joyga keldik. Ilonxona ekan bu yoq. Ichkarini qaranglar, nasibsa. Tomosha qilib bir ko'raylik qani. Wow. Krokodilning minisi aytganda. Dahshat prosta. Bir boshdan tomosha qilamiz hozir. Nima bor ekan? Bu yerda toshbaqa bor ekan, toshbaqa. Suvning ichida toshbaqa bor ekan. Bunisida hech gap yo'q ekan, hech narsa yo'q ekan. Bunisida ham hech narsa yo'q ekan. Bunda ham hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Akvarium baliqlarga keldik. Akvarium baliqlari. Odamlar ko'p. Xullas aylanib yuribmiz akvarium. Baliqlarni tomosha qilib. Hayda akvariumchalar. Mana burada iri og'izlar bor ekan, oppoq. Bularni ko'rib qo'rqib ketmangizlar. Juda rangi xunuk ekan ilonlar bor. Mana bu ilonni qaranglar. Wow. Tilla rangli ilonlar bor ekan bu yerda. İçkarida bittasi yaxshi. Mana buni qaranglar, kattaligini. Boshini qaranglar. Qayerda? Yomon katta ekan. 15 kilo bo'lsa kerak og'irligi. Xullas Dushanbeda o'tayotgan kunimiz bugun juda zo'r o'tyapti. Biz izlagan, tomosha qilgan hamma suv ilonlari ham bor ekan, suvni ichida yotibdi bu yerda. Dahshat prosta. Mana bu ilonni kattaligini qaranglar. Mana. Boshim nariga ko'tarib turgan ekan, mana qara. Lekin jilonxonasi zo'r ekan, lekin haqiqatdan ham bu yerda krokodil maydasi, baliqlar, akvarium, ilonlar hamma narsasi bor ekan. Xunuklari katta, bir rangi xunuk kesatkilar ham bor ekan. Bekorga aytmadik. Sherning o'zi ham sher, uning o'yligi ham sher. Mana bu yerda yana bitta erkagi va g'achisi, ayoli yotibdi mana bu yerda sherlar. Bo'rini ko'rishga qiziqardim. Mana haqiqatan bo'rini ko'rdim, lekin faqat qafasdagisini. Dalada ichida umuman ko'rmaganman. Mana qafasda ichida bo'ri bor ekan. Yaxshi syomka qila olmayapmiz, yotgan ekan xona joyda. Qishloq joylarda o'ta vahshiy va umuman
ko'zga kam ko'rinadi, umuman uchramaydigan, lekin napadenani yomon qiladi, cho'ponlar qo'ylariga ko'p g'am beradi. Bu jondor deyiladi. Bo'ri deydi, jondor deydi. Ikkita bor ekan shu yerda. Bittasi mana bu yerda yotibdi. Yirtqich hayvonlardan bittasi bu ham. Televizorda ko'rgan bizning mollarimiz bo'lardi, qo'tos. Keyin Pomirda ko'p uchratilardi bular. Bunday mollar hozir bu qaysi davlatdan keltirilgan bilmadik-ku. Hozir biz sizga qo'tos mollarni ko'rsatamiz. Ey, mana ichkarida. Setkalari syomka ko'p mishat qilar ekanda bu. Bu hayvonlarni ko'pchilik yomon ko'radi, lekin mana cho'chqa ekan bu. Cho'chqa sanaydi-ku. Bu yerda mana ot bor ekan bu. Nima ot deylar bu? Qanday ot deydi buni? Ot qarang. Ha? Otini bilmadim, lekin oti ot. Parkda mana shunday qizlar bor ekan. Bular nima narsa? Bu nima hayvon mana bu? Bu hayvon nima hayvon? Kim biladi buni? Hey, mana bu yerda ham bor ekan. Lama deydimi ekan? Ya ot ekan, bunisi ot hay. Ot bechora aralab qoldi. Naq 500 kilo chiqadigan cho'chqa bor ekan, buni qaranglar. Qurilib yotdi buni. Undan ko'ra chiroyli narsalarni ham qilsak, undan shu yaxshi. Mana otlarni qaranglar, go'zalligini, chiroyligini, mayda otlar. Bedani yeb yotdi, bedami nimadir yeb yotdi, plus xashagini. Yana bo'lama deyman bular. Semiz ekanligi haqiqatan. Mana bu Pokiston afg'on echkilari mana shu. Balandtasam qilay. Pokiston afg'on echkilari bor. Shunisi yomon chiroyli ekan. Bu qarang. Yotibdi lekin. Dunyoni suv olsa o'rdakka nima g'am. Bu yerda o'rdaklar cho'milib yotdi. Bu tomonlarda. Ko'rdim o'rdak. O'rdak bilan g'ozga juda joyni katta tashlabdi. Bu tomondan boshlanib to kelar ekan mana bu chekay bu yoqlargacha. Ana endi bu yerda tuyalarning joyi ekan. Tuyaning bitta balandligini ko'rardik. Bu ikkita nimasi ham bor ekan mana. Ustidagi nimasi ikkita ekan bunisi. Videomiz juda ham ko'p cho'zilib ketdi do'stlar, qadrdonlar. Bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. Aylanishga juda katta uzoq vaqt kerak ekan bu yerda. Shu tomosha qilib chiqdik qo'ldan kelgancha. Zo'r, haqiqatan ham zo'r. Chiroyli joy. Qo'ylar ham bor ekan bu yerda. Boshqa nimada qulog'i uzun Pokiston, Afg'oniston mana shunday nimalar ekan. Go'sfandi qora kuli yozib qo'yibdi nimasiga, qog'ozlariga. Zo'r joylar haqiqatan ham. Tuya, shtur.